Allahu Ekber, Allahu Ekber. Darul İman Akademiyesi. Akademiyamiz ma'rifatparvar baylarımızdan maddi jihatdan kuchli qo'llashi va vatan ichi sirtida ilm tahsil qilib yetishgan ustozlarning tirishchanligi bilan 2014-yil 7-oyda munosabatli idora organlarining ruxsatini olib, Darul İman nomida 120 nafar o'quvchi bilan rasmiy o'qish boshlagan bo'lib, bu 7 yil jarayonida tinimsiz xizmat qilish orqali xalqimizning kuchli qo'llashiga va ishonchiga erishdi. Akademiyamiz qurilgan bu 7 yil ichida nurg'unlagan jafo mushaqqat va tirishchanliklar natijasida hozirgidek sistemamiz bir qadar mukammallashgan, muntazam bir ta'lim-tarbiya markaziga aylandi. Hozir qadar maktabimizda o'qib chiqib ketgan o'quvchilarning umumiy soni 5000 atrofida bo'lib, oz bo'lmagan utuqlarni qo'lga keltirdi. Maktabimiz o'quvchilarni Qur'on Karim va islomiy ilmlar tarbiyalashni asos qilgan bo'lib, o'quvchilarni vatan kirgizib xizmat qildirishni maqsad qilgan holda qiz-o'g'illardan tarkib topgan islomiy ilmlar sinflari ve qarilik sınıfları açtı. Biz Uyghur Müslümanları buluş sübtimiz bilen tarihten bu yan peşimizin nime kelgen bolsa bilimsizlikten, cehaletten geldi. Rabbimiz Celle ve Ala'ga çeksiz hamd sana etimiz ki Allah'ın kitabını ügünüş ve ügütüşten ibaret bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini ügünüş ve ügütüşten ibaret bolgan bu nimetten vatanımızdan işi de ayrılıp kalgan bolsak mı? Rabbimiz Celle ve Ala'nın bizge pazli inam qilishi bilan, pazli marhamati bilan chet ellarda yani bu ne'matlarga erishib turyapmiz. Rabbimiz Celle ve Ala'nın bu ne'matni taqim davomlashtirib berishini so'raymiz. Nishonimiz nima deganda biz bu yerda ahli ilm yetiştirish. Rabbimiz Celle ve Ala bu qilgan xizmatlarimizni o'z huzurida qabul qilishini, bundan keyin bundan yaxshi bo'lgan xizmatlarni bizga nasib qilishini va yaxshi natijalarni hosil qilib berishini ve biz bir aciz bichara insonlarning g'oya maqsadlarimizni amalga oshirib berishini Rabbimiz Celle ve Ala'dan tövənçilik bilan so'rayman. 2017-yildan boshlab Turkiya Diniy ishlar ministrligining ruxsati bilan İman diyori Qur'on kursi ve Türkiye Ma'rif idorasining ruxsati bilan istiqbol chet el til tarbiyalash markazi nomlarida rasmiy davlat kitobi ta'lim tarbiya beradigan maktabga aylandi. Qur'on Karim bölümümüzde oğul kız o'quvchilar uchun ikki o'rinda ikki ayrim bino bor bo'lib, bular Turkiya Diniy ishlar ministrligining ruxsati bilan Zaytunburnu muftiyligining nazorati ostida xizmatlarini davomlashtirmoqda. Bölümümüzde Qur'on Karimdan savat chiqarish, tilovat qilish, yodlash sinflari bor bo'lib, Qur'on Karimda savat chiqarish sinfimiz Qoid Nuraniya darsligiga 6 yoshdan yuqori bo'lgan o'quvchilarni qabul qilmoqda. Bu sinf hozirgacha 50 qatimdan ortiq ochilgan bo'lib, nurg'unlagan avlodlarimizning Qur'on Karim savodini chiqardi. Qoid Nuraniyani o'qib tugatgan o'quvchilarimiz tilovat sinfida tajvid qoidalariga pishiq ustozlarning yetaklashi bilan Qur'on Karimni tajvidlik va o'lchamlik o'qishni o'rgandi. Qur'on Karim yodlash sinfiga 7 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar qabul qilingan bo'lib, bu o'quvchilarga o'z kasbida layoqatli bo'lgan tajribalik, intizomchan ustozlar yetakchilik qilmoqda. Qur'on Karimni yodlab bo'lgan o'quvchilardan o'g'illar uchun 30 parni bir kunda, qizlar uchun 30 parni 2 kunda, 3 ustozning nazoratida o'qib berish programmasi o'rinlashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning Qur'on Karimni teg'im pishiqlashiga turtkilik rol o'ynamoqda. O'quvchilarning Qur'on Karimni to'g'ri shaklda tajvidlik o'qishni o'rganish uchun sanadi Payg'ambar alayhisolamga tutishadigan danglik ijozat ustozlar taklif qilingan bo'lib, bir turkum o'quvchilarimiz bu ustozlardan ijozat oldi. Akademiyamiz millatimiz ichidan aqlliq, zerak avlodlarni qezib chiqish uchun yozliq ta'tillik Qur'on Karimni tez yodlash sinf ochgan bo'lib, bu sinfga kirgan bir qism o'quvchilar Qur'on Karimni 100 kun atrofida yodlab tugatdi. Istiqbol chet el til tarbiyalash markazimiz 5 qavatli binoda xizmat qilayotgan bo'lib, islomiy ilmlarni asos qilgan holda qo'shimcha ona til, turk tili, arab tili, ingliz tili, matematika va universitet tayyorlik darslarini olib bormoqda. Markazimizda chet el tili o'qib layoqatli bo'lgan o'quvchilarga Turkiya Ma'rif idorasining tasdiqlashi bilan davlat e'tirof qildigan guvohnoma beriladi. 5 yillik program bo'yicha tuzilgan islomiy ilmlar sinfida o'quvchilar saviyasi qarta sinflarga ayrilgan bo'lib, Qur'on Karim, hadis, tafsir, fiqh ilmlari, ularni tushunish uchun o'qiladigan barliq kasbiy fanlar o'rgatilmoqda. Mazkur o'quvchilarga dars beradigan ustozlarni tanlashga alohida ahamiyat berish bilan birga, yuqori saviyalik arab ustozlarni taklif qilib, o'quvchilarning arab tili saviyasini oshirishga ko'ngil bo'linmoqda.
İslomiy ilmlar darslarimizning muntazam bo'lishiga kaforatlik qilish uchun yilda 4 qatim sistemalik imtihon ilinmoqda. 2014-yildan bugunga qadar İslomiy ilmlar sinflarimizdan 13 nafar qiz o'quvchi maktabimizning 5 yillik o'qish programmasini tamomlab bitirdi. Maktabimiz har qaysi sinflarda o'qiyotgan bir turkum o'quvchilarni universitetlarga o'rinlashtirib, ularning o'qish puli va boshqa jihatlarda yordamda bo'ldi. Hozir bir qism o'quvchilar universitetni a'lo natija bilan bitirib, xalqimizga xizmat qilish oldida turmoqda. O'quvchilarning kundan-kun ko'payishi bilan Zaytunburnuda bir turkum o'quvchilarga yotoq ta'sis qilingan bo'lib, qiyinchiligi bor o'quvchilarga haqsiz yotoq, tomoq bilan ta'minlanmoqda. Akademiyamizning kundan-kunga taraqqiy qilishi bilan 2018-yili Yusuf Xos Hojib vaqfi qurildi. Yusuf Xos Hojib vaqfiga tava Zaytunburnuda bir masjid ochildi va Safoko'y rayonida Qur'on Karim, islomiy ilmlar, ona til, arab tili, ingliz tili sinflari ochildi. Safoko'ydagi ta'lim-tarbiya xizmatlarimiz Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Sulton Murod mahallasidagi 4 qavatli binoda va Küçükçekmece muftiylik tarafidan o'rinlashtirilgan Gultepe Fatih Jamii sinflarida qiz-o'g'illar uchun ayrim-ayrim holda davomlashayotgan bo'lib, bu ishga o'rinda 7 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimiz Qur'on Karim va islomiy ilmlar qatorliq darslardan foydalanyotdi. Vaqtimiz qurilib hozirgacha 1500 dan ko'proq o'quvchiga ta'lim-tarbiya xizmati berdi. Hozir 200 dan ko'p o'quvchi ta'lim-tarbiya olmoqda. Maktabimiz Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lgan o'quvchilarimizni Turkiya Diniy islom ministerligining qorilik imtihoniga qatnashtirgan bo'lib, hozirgacha 50 dan ko'proq o'quvchimiz g'albilik holda qorilik guvohnomalarini topshirib oldi. Akademiyamiz 2019-yildan boshlab Yusuf Xos Hojib vaqfi hamkorligida yuqori so'mliq mukofot bilan Qur'on Karim va hadis shariflarni yodlashga o'xshash ilmiy faoliyat va musobaqalarni o'rinlashtirgan bo'lib, Uyg'ur millatining diniga bo'lgan intilishini texmi oshirishga tirishdi. Va bu o'tkazilgan musobaqalar xalqimiz tomonidan ijobiy baholarga erishdi. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. O'quvchilarning ma'naviyatini beyitish uchun yilda bir necha qatim dali faoliyat o'rinlashtirilmoqda va o'quvchilarga haftada bir qatim jamoatlik vaz-nasihat o'rinlashtirish orqali dinga, ilmga bo'lgan intilishi va taqvoligi oshirilmoqda. Akademiyamiz qiyinchilik bor o'quvchilarning o'qishdan to'xtab qolmaslik uchun moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilib, o'quvchilarning g'amlarini yengiltishga yordam qilmoqda. Akademik xizmatlardagi kamchilikimizni to'liqlash uchun 2 son jurnal chiqardik. Akademiyamizning qo'llashi ostida bir kitob to'planib, Uyg'urcha tarjimasi chiqarildi. Hozir Darul Iman Qur'on Karim bo'limi, Istiqbol chet el til tarbiyalash markazi va Yusuf Xos Hojib vaqfi qatorliq 3 o'rinda 600 atrofida o'quvchi ta'lim-tarbiya xizmati olmoqda va 40 dan ortiq o'qituvchi va ishchi xizmatchilar muntazam holda xizmat qilmoqda. G'oyamiz, dinimiz, millatimiz va vatanimizning kelgusi uchun e'tiqodli va yoromli izbosarlarni tarbiyalab yetishtirish maktabimizning ulug'vor g'oyasidir. Xalqimizning ilhomi bizga kuch-quvvatdir. Rabbimiz ulug' Allohdan ishlarimizga muvaffaqiyat tilaymiz.